Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar, hurmatli dindoshlar, ihsonli birodarlar. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Ko'plagan videolarimizda befarq emassizlar. Biz doim sizlardan ham minnatdor bo'lib kelamiz. Albatta Alloh taolo mumkinchilik bergani uchun bugungi kunda ko'plagan insonlarga ihson beryapmiz. Va biz bunga sababchi bo'lyapmiz, albatta sizlar sababidan. Biz 6 kun oldin aytgan edik, Halilova Oynisoyaga sirroz pechin kasalligini davolanishlik uchun o'sha litseniyasiga yordam bering deb video chiqargan edik. Alloh rozi bo'lsin, mana bugun Allohning izni bilan 86.524 so'm pul to'plandi. Buni omonatimizni topshiryapmiz Qudratiga. Alloh shifo bersin yangamizga. Birodarlar, befarq bo'lmanglar videomizga. O'yamiz hali litseniya olishlari kerak. Agarda kimda kim o'zini ihsoni bo'ladigan bo'lsa, biz shu 6 kun to'plagan vaqtimizda yetisha olmagan bo'lsa ihson berin. Biz emmaklarni qo'yib ketamiz. Qudrat akaning emmaklarini qo'yib ketamiz. Agarda qanday bir ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar yoki bir narsani so'ramoqchi bo'lsanglar, telefon nomerlarini ham qo'yib ketamiz. Bemalol atagan ihsoninglarni o'sha emmakka solsanglar bo'ladi yoki bir cholib kelib ziyorat qilib kelsanglar bo'ladi. Alloh taolo oyamizga o'zi shifo bersin. Qudratiga. Birodarlarimiz uchun duo qilib qo'ysanglar. Amin. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlaganingizga. Amin. Ilohim shu oyinizda ayolim yaxshi bo'lib ketsin. Sizlarning ham tan joyingizga sog' bo'lsin. Butun dunyodagi bemorlar hammalari sog'ayib, omon eson bo'lsin. Amin. Menga rozi bo'linglar. Rahmat yana bir marta.